أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifoti bilan biz tafsirul Jalolayndan Sura Baqaraninki 253 oyatga keldik. Yani 3. para keldik hozir. Ee, Bu oyatlarda Alloh taolo shu payg'ambarlarga aloqador ba'zi mazmunlarni so'zlab o'tadi. Estaizu billah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Yine tilka degan mubtada cümlenin ilgisi. Yine şu peygamberler. Yani en şu peygamberlerinin bazısını bazısından üstün kıldık. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zininki, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, g'achilarni baras kasalini saqaytish o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Qudus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zi iymon etdi, ba'zi kofir bo'ldi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Tilka degan jumlaning egisi. Ar-Rusul degan shu tilkaning sifati. Ya'ni shu payg'ambarlar. Ana shu payg'ambarlar ortiq qildik ularning ba'zisini ba'ziga. Faddalna ba'dahum ala ba'd degan shu jumlaningki xabar bo'ldi ekan hozir. Qanday ortiq qildik degan bo'ldi desa, ularning ba'zisida ba'zisini ma'lum bir sifatga xos qilish bilan, boshqasida yo'q bo'lgan bir sifatga xos qilish bilan ortiq qildik. Ya'ni bu yerda ortiq qilish payg'ambarlarni, masalan, bir shaxs bilan yana bir shaxsning bir shaxsni yana bir shaxsdan ortiq qilish degan ma'nodagi gap bu hozir. Lekin nubuvvat jihati desa, payg'ambarlik, elchilik jihati desa, u jihatda farq yo'q. U jihatda ortiq fazilat yo'q. Hammasi o'xshash payg'ambar, Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar. Ya'ni nubuvvat Alloh tarafidan kelgan payg'ambarlik jihatda, ya'ni ortiq ziyoda ortiq kamlik yo'q. Bu yerdagi ortiq qilish ya'ni bir shaxsni yana bir shaxsdan ustun qildik degan ma'noda gapimda. Bir payg'ambarni ba'zi payg'ambardan. Ularning ichida Alloh taolo gap qilgan payg'ambarlar bor. Musa alayhisolamga o'xshash va ularning ba'zisini Alloh taolo yuqori ko'tardi. Ba'zisining darajasini, ba'zisini Muhammad alayhisolamga o'xshash masalan. Muhammad alayhisolamni bir qancha daraja yuqori ko'tardi boshqa payg'ambarlarga qaraganda. Qanday yuqori ko'tardi desa, payg'ambar alayhisolamningki da'vatini om qilish bilan, ya'ni butun insoniyatlarga qiyomat qoyim bo'lgan butun insoniyatga om qilish orqali va payg'ambar alayhisolam bilan payg'ambarlikni tamom qilish orqali deydi. Ya'ni payg'ambar alayhisolamningkin Muhammad alayhisolamningkin boshqa payg'ambar kelmaydi dedi. Chunki bu aqida sohasidagi muhim gap hamda. Muhammad alayhisolamningkin qandayki bir kishi o'tirishga men payg'ambar da'vo qilib qolsa, uni mutlaq inkor qilamiz. Muhammad alayhisolamningkin payg'ambar kelmaydi deb iymon etamiz. Oxirgi payg'ambar. Va tafdili ummatihi ala sairil umam. Va payg'ambar alayhisolamning ummatini boshqa ummatlardan ortiq qilish bilan shundoq Muhammad alayhisolamning darajasini yuqori ko'tardi deydi. Va ko'plagan mo'jizalarni ato qilish bilan va bir qancha xususiyatlarni ato qilish bilan shundoq ortiq qildik demoqchi. Va yana Maryam o'g'li Isoga ro'shan mo'jizalarni ato qildik va uni Ruhul Qudus bilan kuchlantirdik. Ayyatna degan qavvayna degan bo'ldi ekan.
Bu yerdagi Ruhul Qudus Jibril alayhissalom ko'rsatdi. Yine Ruhul Qudus bilan qanday kuchlantirgan edi desa, shu Jibril alayhissalom İsa alayhissalom bilan birga mang'atdi, shu nagasi shu yerga, manga yerga. Xo'sh, ma bir mazmun tugidi. Hamda agar Alloh xohlagan bo'lsa, shu payg'ambarlardan keyin kelgan shu payg'ambarning ummatlari o'zaro urushmas edi, urushmagan bo'ladi. Yani Alloh taolo kishilarning hammasini hidoyat qilishni xohlagan bo'lsa, shunday bo'ladi deydi. Lixtilafihim va tadlili ba'dihim ba'dan. Ularning ixtilof qilishganligi uchun va ularning ba'zisini ozdirganligi uchun ro'shan mo'jiza kelgandan keyin ularning ba'zisini urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni Alloh taolo shunday qilishni xohlaganligi uchun mushtaq bo'ldi deydi. Mayadimi muhim bir aqidaga munosabatli gap bordi. Har qanday ish Alloh xolis bo'ladi, Alloh xolimisi bo'lmaydi. Biz buni imoya etishimiz kerak. Maşallahu kana ve ma lem yeşe lem yekun. Feminhum men amene. Ularning ichida imoya etganlar bor. Ya'ni burun kafir bo'lib keyin imoya etgan emas, balki o'zining imonida, shu etgan imonida, shu payg'ambarga etgan imonida mustahkam turganlar bor. Va ularning ichida kafir bo'lganlar bor. İsa alayhissalomning, Masih alayhissalomning nasara bo'lib ketganligiga o'xshash. O'sha kafir bo'lib ketganlar bor. Demek man Nasara Mesih Aleyhisselam'daki Nasara olib ketganlik o'xshash degan gapning o'zidan bir muhim ma'noni uqmoqli bo'ladi. O zaman Nasara degan atalg'uning o'zidan bu dinniki botil din ekanligini bilamiz. İsa Aleyhisselam olib kelgan din Nasara dini emas edi, balki Muhammad Aleyhisselamning diniga o'xshash islom dini edi. Barliq payg'ambarlarning dini bir. Yani barliq payg'ambarlar Alloh taolo tomonidan olib kelgan din La ilaha illalloh degan shu Allah'ın birlik barlığı işiniştiğine ibaret tevhid akidesi. Ama Yahudi dini, Nasara dini degen şu dinge ergeçkenler özünün peygamberlerinden keyin asli dini özgürtüp ettikenden keyinki payda olan atalgılardı bu. Velev şa'allahu maqtatalu. Eğer Allah halagan bolsa idi, ular urushmas idi. Bu yine ilgili cümleni ta'kidlashdi. Lekin Alloh taolo irod qilgan narsani qiladi. Yine xolgan adamga tavfiq berish bilan, xolgan odamni xor qilish bilan ashna o'zi Alloh iroda qilgan ishni qiladi deydi. Bu bir muhim tavhid aqidaga aloqador gap hamda. Alloh taolo o'zi iroda qilgan narsani qiladi deb imo etamiz. Keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ey iymon etgan mu'minlar, sizlar nafiq qilinglar biz rizq qilib bergan narsadan. Uning zakatini berish bilan nafiq qilinglar demoqchi ekan. Sizlarga hech qanday bir fidya berish, so'l setiqi yo'q bo'lgan, do'stlikmi yo'q bo'lgan va shafaat qilishmi yo'q bo'lgan shunda bir kun kelishdan ilgari. Bir minutda. Keyingi oyat Alloh taolo deydi: "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ey iymon etgan mu'minlar, sizlar biz rizq qilib bergan narsani nafiq qilinglar. Ya'ni uning zakatini ayringlar. Shunda bir kun kelishdan ilgariki, u kunda savdo setiq o'zra fidya berib azobdan qutulib qolishmi yo'q va manfaat qilgan do'stlikmi yo'q va Allohning iznisiz shafaat qilishmi yo'q bo'lgan shunda bir kun kelishdan ilgari u o'zim qiyomat kunidir. Shu qiyomat kuni kelishdan ilgari sizlar mol mulkinglarning zakatini ayringlar. Biz rizq bergan narsani nafiq qilinglar. Yeni bir qiraatda ma'u yawmun la bay'a va la xullata va la shafa'a deb o'qilgan manda bir qiraat bor ekan. Hozir biz o'qib kelgan qiraatda shu. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi va la xullatu va la shafa'a. Ma xil qiraat bilan o'qiymiz endi. Ikki xil qiraat bor ekan buni. Vel kafiruna humuz zalimun. Kafirlar yani Alloh taologa kufrlik qilganlar yoki Alloh taolo ularga farz qilgan narsaga kufrlik qilganlar. Ular zolimlardir. Yani ularninki Alloh taolo buyurgan narsani o'z o'rnini g'ayriga qo'yganligi uchun zolim bo'ldi deydi. Zulmning ta'rifi nima desa,
Zulmning tarifi shu vad'u shay'i fi g'ayri mahallihi. Bir narsani o'z o'rniga qo'ymaslik shu zulm deb atildi. Ya'ni ma zolimlar shu Alloh taolo buyurgan ishni qilmaganligi uchun o'z o'rniga qo'ymagan bo'ldi, shuni zolim deb ataldi. Moyatda hozir shafoatning gapi chiqdi. Shafoat degan qiyomat kunisi shafoat qilish bormi desa bor. Faqat shu Alloh taolo ruxsat qilgan vaqtda shafoat qilish bo'ladi ekan. Alloh taolo shafaat qilg'ichig'imi ruxsat qilsa shafaat qila oladi va shafaat qiling'ichig'imi Alloh taolo ruxsat qilgan vaqtlarda shafaat uning va shafaat qilib bo'ladi deymiz. Endi shafaatga erishishninki birinchi shart nima desa, Alloh taologa imoat tavhid aqidasining ustida o'lib ketgan odam bo'lsa shafaatga. Lekin tavhid aqidasining ustida o'lmagan e, kofir holatda o'lib ketgan odam bo'lsa, unga hech qanday shafaat kor qilmaydi. U do'zaxda mangu qolishlarning qatoridan. Qiyomat kunidagi eng chong shafaat qaysi desa, Muhammad alayhissalomniki butun insonlarga qilgan shafaat ham. Shu qiyomat kuni esa Alloh taolo butun insonlar shu qiyomat maydoniga yig'ilib, shunda turib ketgan vaqtda, hisob kitobni boshlamay turgan vaqtda ularning hammasi Odam alayhissalomdan tortib bir qancha payg'ambarlarning oldiga kelib, bizga shafaat qilgan bo'lsanglar, Alloh taolo mushu kunninki qiyinchiligidan bizni ishtigara qutuldirib qo'ygan bo'lsa degan chog'da ularning hammasi o'zlari aytidi. Eng oxiri Muhammad alayhissalom yana kelib, Muhammad alayhissalom degan chog'da Muhammad alayhissalom ularningki so'zini ilib Alloh taologa sajda qilib Alloh taolodan so'raydigan duo qildi ekan. Shu chog'da Alloh taolo Muhammad alayhissalomning duosini ijobat qilib, shu Muhammad alayhissalomning shafaatini qabul qildi degan gapimdi. Shu insonlardan, butun insonlardan hisob kitob ilishni boshlaydi deydi. Bu eng chong shafaat. Undan boshqa ba'zi mo'minlar ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan tavhid aqidasini ilib ketgan, lekin ba'zi bir cho'ng gunohlarni qilib qo'ygan, do'zaxga loyiq bo'lgan kishilar bo'ladi endi. Ularning ba'zisini faqat do'zaxga kirmay jannatga kirib ketishiga shafaat qilindi ekan endi. Muhammad alayhissalom shafaat qiladi, ba'zi solih taqvodor mo'minlar shafaat qiladi degandek. Yana ba'zi mo'minlarni do'zaxga kirishga loyiq bo'lganligi uchun do'zaxga kirib bir mezgil gunohni kuyib tugab bo'lgandan keyin yana ba'zi shafoatga erishib do'zaxdan chiqib jannatga kiradigan hol bo'ldi ekan. Alloh taolo hammamizni qiyomat kunida saodatmand bandalarning qatoridan bo'lishimizni nasib qilsin. Endi keyingi oyat biz hammamiz bilgan oyatul kursi degan oyat keldik. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Yani u Allohdan boshqa iloh yo'qdir. U Allohdirki, undan boshqa iloh yo'qdir. Yani mavjudiyatda haq bilan ibodat qilingan ma'bud yo'q, faqat u Alloh bor. U Alloh hamisha tirikdir, koinotning ishlarini o'rlashtirib turg'uchidir. Al-hayy degan ad-daimul baqa, al-qayyum degan al-mubaligh fil qiyam bi tadbir xalqihi. Maxluqotlarining ishlarini o'rlashtirishda nihoyat yuqori chekda qilg'uchi, yani butun maxluqotning ishlarini o'rlashtirib turg'uchi degan. La ta'khuduhu sinatu va la nawm. U Allohning mugidak bosmaydi va uyqu tutmaydi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Alloh taolo xosdir. Ya'ni igdorchilik, podshohlik qilish jihatda, uni yoritish jihatda va shu narsalarning hammasini Alloh taolo qo'lchilik qilish jihatda hamma narsa Alloh taolo xosdir. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Kimmo ya'ni shafaat qila oladi Allohning dargohida faqat Allohning iznisiz. Ya'ni hech qanday bir kishi yo'qdir. Osmon zaminda Allohning iznisiz shafaat qilgan hech qanday bir kishi yo'q. Demak, Alloh taolo izn qilgan vaqtda shafaat qila oladi degan bo'ldi men. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. Alloh taolo ularning oldidagi, ya'ni dunyodagi ishlarni va orqasidagi, ya'ni oxiratdagi ularga tayyorlab qo'ygan ishlarning hammasini bilib turdi. Dunyo oxiratning ishlaridan bo'lgan hamma ishlarni bilib turdi. Va la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Ular Alloh taolaning ma'lumotlaridan hech qanday bir narsani bilolmaydi, faqatla Alloh xohlagan narsani bilalaydi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarning xabar berishi bilan ularga bildirishni xohlagan narsalarni bilalaydi degan. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard.
Alloh taolaning kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga olgandir. Ya'ni buning tafsiri haqida bir qarashda bu Alloh taolaning ilmi osmon zaminni hammani o'z ichiga olgandir deyilgan ekan. Yana bir qarashda Allohda kursiyuhu degan mulkuhu degan bo'ldi. Ya'ni Allohning mulki osmonlarni va zaminni o'z ichiga oldi deganlik bo'ladi. Yana bir qarashda bu yerga vasi'a kursiyuhu. Kursiyuhu degan shu biz biladigan kursiyning o'zi shu debdi. Ya'ni o'rindiq deymiz endi. Yine bu o'rindiq Alloh taoloninki o'zining shu ulug'ligiga, kattaligiga loyiq ravishda loyiq o'rindiq hamda. Biz o'tirgan o'rindiqlar emas. Unda u kursi deb ma'ni etgan vaqtimizda u Alloh taoloning kursining buyuk bo'lganligi uchun, cho'ng bo'lganligi uchun osmon zamin hammani o'z ichiga oladi degan bo'ldi. Hadis shunday kelgan deydi. Yetti osmon, yetti osmon Allohning kursiga nisbatan emasdir, faqatda yetti dirhamga o'xshash. Yana bir qalqonga tashlangan yetti dirhamga o'xshash deyilgan deydi. Nəhayət kichikla bir narsa bo'ladi demoqchi bu odamlar. Yetti osmon kursiga nisbatan nəhayət kichik bir narsa. Va la yauduhu hifzuhuma. Osmonlarni va zaminni saqlash Alloh taologa og'ir kelmaydi. Va huval aliyyul azim. U Alloh taolo alidur, azimdir. Al-Ali degan Alloh taolo ustundir. Yani maxluqotlarning ustida qahr qilish bilan ustun bo'luvchidir. Al-Azim degan al-Kabir. Cho'ngdir, kattadir deganlik bo'ldi. Demak, bu oyatul kursi. Oyatul kursininki fazilati noati cho'ngkan bu oyatul kursining fazilati haqida kelgan bir qancha hadislar bor. Birisi bu Alloh taoloning kitobidagi eng katta oyat degan payg'ambarimizning kelgan bir hadisda. Chunki bu surada Alloh taoloning ismi azam bor edi. Al ismul azam deb hammamiz bilamiz endi. İsmi azam bu ismi azamni tilga ilib turib duo qilsak Alloh taolo duoni ijobat qiladi degan mazmundagi hadis bor. Ammo shu ismi azam qaysi degan chaqda Abu Umama radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga isnodni yuklab turib shunday degan deydi. Alloh taoloning eng katta ismi uch surada bor debdi. Ya'ni agar oshni tilga ib turib duo qilinsa Alloh taolo duoni ijobat qiladigan eng katta ismi uch surada bor. Sura Baqara, Sura Al Imron va Sura Taha deydi. Sura Baqaradagisi shu hozir biz o'qigan oyatul kursi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum degan oyat shu. Sura Al Imrondagisi Alif Lam Mim Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum degan oyat shu deydi. Hem Sura Taha'dikisi va'anatil vujuhu lil hayyil qayyum. Demek ismi azam surada kelgan demek ekan. Yani el hayyul qayyum degan mush ism Alloh taoloning eng katta ismlaridan. El ismul azam degan shu demek ekan. Endi bu sura Oyatul Kursining fazilat haqida ko'plagan hadislar kelgan debdi. Shu hadislarning qatoridan Seyyidul Kalam el-Qur'an ve Seyyidul Qur'an el-Baqara ve Seyyidul Baqara Ayatul Kursi degan hadis bor ekan. Yine kalamning eng kattasi Qur'ondir. Qur'onning eng kattasi Sura Baqaradir. Sura Baqaraning sayyidi Ayatul Kursidir deb kelgan. Yana bir hadisda kimiki har bir namozdan keyin Ayatul Kursini o'qisa, u u kishining ruhini qabz qilishga ega bo'lg'uchi zot faqatla ulug'liq va ikromning egasi bo'lgan Alloh taolodir. U kishi Allohning payg'ambarlari bilan toki shahid bo'lgan qadar Allohning payg'ambarlari bilan urush qilgan kishiga o'xshash bo'ladi deb kelgan hadis bor ekan. Bu hadis sahihmi, sahih emasmi uni tekshirib baqish kerak. Yana bir hadisda kimiga har bir farz namozning orqasida Oyatul Kursini o'qisa, u kishining jannat kirishiga faqat o'lib ketishlarni to'silib qoladi debdi. Demak, u kishining jannat kirishiga faqat o'lim to'silib qoladi. O'lib ketgandan keyin jannat kiradi demoqchi. Demak, ma'u sahih desam. Har bir farz namozdan keyin Oyatul Kursini o'qishni unutib qolmasligimiz kerak. Alloh taolo hammalarni Qur'on va hadisninki mazmundan o'zi qilib, shuningdan
manfaatlanishimizga nisib qilsin. Alloh taolo hammaga manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.